Nursan, qanday ajoyib kun va men pultda olaman. Tinchgina televizor ko'ramiz. Xo'sh, nima yangiliklar bo'layotgan ekan? Okey, nima? Iya, ishlamayaptimi? Nima? Nursan. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Wins va men o'sha ahmoqona uyimda yashayapman. Nursan qishlog'imizda juda ham g'alati ishlar bo'lyapti. Ko'rib turibsizlar, televizor umuman ishlamayapti. Bu juda ham yomon. Nursan bo'lmasa biz tinchgina tomorqaga qaraymiz. Xo'sh, bo'lmasa, tak, soatimiz necha bo'libdi ekan? Okey. Unchalik ham kech emas, shuning uchun bemalol tomorqaga qarasak bo'ladi va Meryam yoniga borishim kerak edi. Shunday ekan, Meryam yoniga sekinlik bilan borishdan oldin tomorqadagi narsalarni olib olamiz. Okey, sekinlik bilan ishini yopamiz va yo'q. Kim bo'tdi bizib ketdi? Nursan qishloq ham juda ham yomon bo'lib ketyapti, yo'q. Qani bo'lmasa buni buzamiz, ya'ni to'g'irlaymiz va buni sekinlik bilan olib chiqamiz. Kartoshkalar juda ham ajoyib va ularni qanday almashtirsak bo'ladi. Bo'lmasa bularni qaytadan ekib chiqamiz va merga topshiramiz. Okey, mana shunaqa qilib tak. Okey. Mana shunaqa. Okey. Qanday ajoyib va juda ham akkuratni ekamiz, chunki ularning o'sishi hali nima desam ekan juda ham qiyin bo'ladi va shuning uchun akkuratni ekishimiz kerak. Okey, bo'lmasa davayte men Meryoniga boraman. U yerdagi tomorqa menga tegishli emas va men u yerni olmayman. Nursan. Do'stim ham anchadan beri ko'rinmayapti. Nursan. Kelinglar, bo'lmasa uydagi narsalarni joyiga qo'yamiz va kartoshkani ham olib olamiz, chunki bularni ham birato'la topshirganimiz ma'qul. Okey, bo'lsa ketdik, topshiramiz. Qanday ajoyib. Tak, urug'larni sekinlik bilan bu yoqqa qo'yib olamiz va sekinlik bilan chiqib ketamiz. Bularni otib yuboramiz, chunki musor desa ham bo'ladi. Bo'lmasa Merri uyiga boramiz. Merri uyi unchalik uzoqda emas, shunchaki uyimning yonida. Nursan va 2 qavatli uy. Nima, Mer ko'rinmayaptimi? Hoy, Mer. Nursan. Nursan uxlayapti shekilli. Hoy, Mer. Mer qotib uxlaydi do'stlar. Nursan. Okey, bo'lmasa mashaqqa tashlab ketamiz. O'zi ajratib oladi. Nursan. Bo'lmasa men ketdim. Mer uxlab yotibdi. Qanday ajoyib. Okey, nima ham derdim. Videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar albatta. Okey. Bo'lmasa, tak, biz davayte ishlarimizni o'zimiz bilganimizcha qilamiz va juda ham ajoyib. Do'stlar, biz albatta 2K bo'lishimiz kerak, shunday ekan obuna bo'lib qo'yishingiz sizlardan chiqmasin. Va tomorqa o'sishi juda ham ajoyib. Nursan. Hoy Wins. Mer, nima gap? Menga o'rmondan ozgina daraxt kerak edi. Olib kel, faqat ichkariroqdan olgin. Daraxtmi? Xuddi shunday. O'z ishlaring yaxshimi? Ha, bo'pti, ishlarim ajoyib. Bu juda ham yaxshi. Bo'lmasa, hozir senga bolta beraman va o'sha bolta bilan menga daraxt olib kel. Okey, bemalol. Bo'lmasa tezroq bor, menga tezroq kerak. Okey. Hozir uxlab yotibdi-ku. Nima farqi bor? Okey. Juda ham g'alati. Ertalabdan bizga ish buyuradi. Nursan. Nima ham dirdim. Burnimizni uzib olgim keladi-yu, ammo merda Nursan. Okey, bo'lmasa mana shu o'rmondan olaveramiz. Tak, pastga tushamiz. Videoga like bosib qo'yinglar, albatta. Mana bunaqa daraxtdan kerak, lekin ichkariroqdan olgan edi, shuning uchun bundan olmaymiz. Tak. Stop. Mana bu bo'lmaydi. Tak, yo'lida yo'q o'xshavotdi. Yaxshi. Mana shu juda ham ajoyib ekan. Kakras katta daraxtlar bilan to'silgan. Bo'lmasa mana shuni olamiz. Okey. Nursan. Yaxshigina ishladim bugun. Okey, bo'lmasa sekinlik bilan Meryoniga borsak ham bo'laveradi. Qanday ajoyib. Okey, do'stlar. Albatta videoga like bosib obuna bo'lib qo'yishingiz chiqmasin, chunki biz 2K stop. Nima? Cover, telefon, Nursan. Nima bola? Telefon? Yo'q, kim bu yerga telefon va qabr toshini tashib ketdi? Nursan. Xuddi bu yerda ana bersak turibdi. Nursan, bu qanday
Ahmoqgarchilik. Yo'q-yo'q, mana mana telefonda turishini qaranglar, Janorson. Bo'lmasa bu telefonni olib olamiz. Yo'q-yo'q, xuddi kimdir telefon bilan ko'mib qo'yganga o'xshaydi. Ha. Juda ham hazilkash odamlar bor bizni qishloqda, lekin juda ham qiziq. Rostdan ham tegdi nima deb bo'lmadimi? Stop. Nima? Skelet? Janorson bo'lishi mumkin. Yo'q-yo'q. Yo'q-yo'q bo'lishi mumkin emas. Janorson. Ya, bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Janorson. Men bu bo'lishi mumkin emas. Yo'q, skelet yotibdi, Janorson. Bo'lmasa, yo'q. Haqiqiy xabar ekan, Janorson. Haqiqiy xamirni ochib tashladim. Yo'q. Nimaga ustiga telefon qo'yib qo'ygan bo'lmasa, yo'q. Janorson. Janorson, men bu yerdan tezroq ketishim kerak. Yo'q. Lekin qaysi ahmoq bu yerga odam qo'ngan bo'lishi mumkin? Bu qanaqadir jinoyat bo'lishi ham mumkin, do'stlar. Bo'lmasa biz hozir birinchi o'rinni merga yetishimiz kerak buni. Yo'q. Juda ham charchadim. Tezroq bormasak bo'lmaydi. Janorson qanaqasiga skelet yotgan bo'lishi mumkin? Yana qabr ustiga telefon ham qo'yib qo'yibdi. Qanday ahmoqgarchilik, Janorson. Mer. Olib keldingmi, mis? Yo'q, olib kelishga olib keldim-ku, lekin undan-da yomonroq ish bo'ldi. Nima? Olmaysanmi bularni? Yo'q, nima desding hozir? O'rmonda nima deyapsan, Janorson? Yo'q, gapirishga qo'ysang-chi, o'rmonda skelet bor ekan. Skelet bo'lishi mumkin emas, Janorson. Qanaqa skelet haqida gapiryapsan? Bu yerda, mer. Nima? Ahmoqgarchilik qilmasang-chi, hech qanaqa skelet bo'lishi mumkin emas. Qani men bilan yursang-chi, men senga o'zim ko'rsataman. Bo'lishi mumkin. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Mana shu turgandi. Ustimdan qo'lyapsanmi, mis? Nima balo, meni o'rmonga boshlab keldingmi? Ahmoq, Moriyxon, tushundingmi? Meni boshqa bezovta qilma. Nima? To'xtasang-chi, mer, Janorson shu yerda turgandi rostdan ham. Bo'lishi mumkin emas. Bu ahmoqgarchilikga kiribdi o'zi. Moriyxon, qarochi, mis. Janorson, yo'q, sen telba. O'zingsan telba, o'rmonda qandaydir skeletlarni topasanmi, Janorson? Yo'q, eshikni ham ochib ketar ekan. Janorson bo'ldi. Bu telefon haqida juda ham ko'p o'ylandim, lekin Janorson. Yo'q, bu qanday ahmoqgarchilik o'zi, Janorson. Bo'lmasa, bir mashaqa qo'yib qo'yiladi. O'zi nimaga kerak bu telefon? Yo'q. Qandaydir. Janorson rostdan ham telefonni oldim, lekin skeletni emas. Skeletni qaysidir tana a'zosini kesib bo'lganimda hatto Janorson keymandan to'nkashardi. Yo'q, bo'lmagan gap. Tinchgina bu telefonni shu yerda qoldiramiz. Janorson. Buni buzib, mana bu yerga qo'yib qo'yganimiz ham ma'qul. Eng afsosi xuddi shu yer. Telefon juda ham g'alati, Janorson. Nima ham dirdim, yo'q. Bu telefonni menimcha keraksiz deb o'ylayapman, chunki вообще qiziqyapti odam. Nimaga kerak o'zi telefon? Yo'q. Nima edi u hozir? Janorson. Bo'lishi mumkin emas. Yo'q, nima edi u bo'ldi, Janorson? Nima bo'lishi mumkin emas? Hozir fakel qayerdasan? Yoritqich, Janorson, fakel. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Shunchaki ko'zimga ko'rindi-ya. Nimadir o'tgandimi hozir? Nima bo'ldi? Janorson ko'zi yonib turdi. Yo'q. Bunaqa odam yo'q edi lekin. Qayerdasan? Bu yoqqa chiq. Nima? Skelet. Nima? Qabr? Nima? Janorson. Yo'q, skelet. Janorson, bo'lishi mumkin emas. Bu yo'q edi-ku bunaqa narsalar. Janorson. Yo'q. Orqamda ham skelet turibdi shekilli. Janorson, bu skelet haqiqatan ham. Buloqatdan bu yoqda paydo bo'ldi. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Bilan tezroq bilan olib tashlash kerak, Janorson. Yo'q, bilan olib tashlash kerak. Bular shunchaki meni ko'zimga ko'rinyapti. Tak. Sekili bilan. Okey. Bo'lmasa ichkariga kirib ketsak ham bo'ladi. Shunchaki ko'zimga ko'rindi. Bo'lishi mumkin emas, Janorson. Yo'q. Bu shunchaki ahmoqgarchilik edi, Janorson. Yo'q, nima bo'ldi hozir? Yo'q, Janorson. Juda ham qo'rqib ketaman. Janorson, nima bo'ldi hozir?
Hammasi telefonidami? Telefonida bo'lishi mumkinmi? Telefonni yoqib yuborish kerak, Jenurson. Yo-mayo. Yo-mayo, Jenur. Nima? Yo-mayo. Yo-mayo, aniq telefonida bo'ldi. Jenurson, yo-mayo. Yo-mayo, telefonni yo'qotish kerak. Jenurson, bu yoqqa kel, ahmoqona. Yo-mayo, Jenurson. O'zi bekorga o'sha qabr yoqolmagandi. Buni tagida qanaqadir sir bo'lishi kerak. Bu la'natlangan telefon bo'lishi mumkin. Jenurson. La'natlarga qoldimmi? Yo-mayo, o'zi tinchgina hayotimni yashayotgandim. Jenurson yoqib yuboramiz. Bo'ldi, barchasidan qutuldim degan umiddaman. Meni tinch qo'yinglar, iltimos. Okey, bo'ldi, o'chiramiz. Jenurson, tinchgina uxlashim kerak. Uxlashim. Nima? Yo'q.